Yomon bo'lgan-a, o'zi topib qo'ying. O'g'lar yedik ichdik zo'r bo'ldi. Soatimiz ham mana alam-alam bo'libdi. Men shotni so'raylik. Aka bizga shotni berib yuboring. Siz akalar kamchiliklar bo'lmadimi aka mana? Zo'r bo'ldi, rahmat. Aka kelib turinglar. Voy, bilet. Bu safar haqiqatan ham pulim yo'q edi. Ha, endi har doimgi Fox'ni qo'llab qo'yaman-da. Akalar, men chiqib kelay. Akalar, buni kutish hojati yo'q, yana o'zini eski fokusini boshladi. Har safar qayerda o'tirsa mahna qilib chiqib ketadi. Uni buni bahona qilib. Ha nimaga? Ukam buni yo'li bor. Hozir buni boplaymiz. O'zini fokusini o'ziga qo'llaymiz. Afisant qaravaring. Bu aka nima xizmat? To'g'rimi? Aka hozir chiqib ketgan sherigimizni ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Doim shot kirganda tiskisi kelib ketadi, tiskadi. Shunga bitta fokus bor, qo'lga bormaylikmi? Yordam qiling. Ha, bo'ldi aka, gap yo'q, sizni tushundim. Bunaqalar har bitta kruvda bo'ladi aka o'zi. Voy, bilet o'zim kallam yo'qoyli. Har safar mayna chopaman-da men bularni-chi. Ha, ukam, qancha jo'nadingiz shoshilib? Qaytdi endi aka, rahmat katta. Qaytasiz, uni pulni kim to'laydi? Sherlarimga to'g'ri pul to'lashmadimi? To'lamadida, siz to'laydi ketishdi. Har safar to'lashyapti-ku. Endi siz to'laysiz ekan, uka. Tez olib tashlangni maydan. Bo'l. Kelishtir. Olyapman aka. Bo'ldimi aka, keta olaymi? Yoki senga alish bor-ku. Qani ketasan? Charchab ketdim aka. Soatim zerkat. Azmanaqchi? To'la. Bo'ldim aka. Ishlarimiz bo'ldi. Soatim alam aka, charchab ketdim aka. Charchagan ish qilmadi, uka. Qayerga ketasan? Hali ish ko'p senga. Nima ish bor aka yana? Bu odam charchadi bitta jonli qo'shiq eshitadi. Sher akamdan bo'lsa, iloji bo'lsa. Chuvaring aka, ketdim men uyga.